Hammaga assalomu alaykum. Agar telefoningiz tarmoqdan chiqib ketsa yoki sim karta umuman ishlamay qolsa, bunga asosiy sabab imeykadan o'tmagani bo'lishi mumkin. Hozir 1 daqiqa ichida sizga imeykadan o'tgan yoki o'tmaganini tekshirishni ko'rsatib bermoqchiman. Buni 2 xil usulda amalga oshirsak bo'ladi. Birinchisi 1170 qisqa raqamga telefon qilish orqali, ikkinchisi esa quyidagi kodni tergichga kiritish va email slot raqamlaridan nusxa olib, uz saytida tekshirish orqali. Qani ketdik. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita email slot raqamidan nusxa olib olamiz. Endi uz saytiga kiramiz. Nusxa olgan kodimizni shu yerga kiritamiz va tekshirish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tgan ikkinchi raqamimizni ham tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkala nomer ham ro'yxatdan o'tgan. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ro'yxatdan o'tmagan qizil ogohlantirish belgisi va klonlangan degan ogohlantirish belgisi chiqib, sizni ogohlantiradi. Shu tarzda ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmaganligi tekshirib ko'riladi. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.